Beshik bolasi bek bolasi. Beshikda yotganlar aqlli bo'lishadi. Oyoqlari to'g'ri bo'lib, qiyshayib ketmaydi. Boshning orqasini pachoq bo'lishiga, to'g'ri bo'lishiga beshikning umuman aloqasi yo'q. Bo'lmagan gap, beshik bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishini tormozlaydi. Bolaning oyog'ini to'g'ri o'sishiga beshikning umuman aloqasi yo'q. Bolalarimiz beshikda yotishadi, lekin afsuski ularning oyoqlari qiyshiq. Beshikda umuman yotmagan Rossiya, Turkiya, Amerika va Yevropa bolalarining oyoqlari to'g'ri. Futbolni ham yaxshi o'ynashadi. Demak, beshikni bolalarning oyoqlarini to'g'ri rivojlanishiga, to'g'ri o'sishiga umuman aloqasi yo'q. Aksincha, chanoq son bo'g'ma displaziyasini keltirib chiqazadi. Bosh suyagini qiyshaytirib yuborgan beshik nahotki suyak orqasidagi yumshoq miyani zararlay olmasa. Dastlab bosh miya dumaloq holatda bo'ladi. Boshning orqa tomoni pachoq bo'lishi natijasida miya bosh suyagi ichida siqilib qoladi va normal tuzilishi o'zgaradi. Beshikda yotgan har 1000 ta boladan 200 tasida sababsiz bosh og'riqlari kelib chiqadi. Beshikda ko'p yotgan bolalar maktabda darslarni yaxshi o'zlashtira olishmaydi, ya'ni yaxshi o'qishmaydi. Beshikda olimlar, ulamolar yotib katta bo'lishgan deyuvchilar diqqatiga. Olimlar va ulamolarning beshikda yotib katta bo'lganliklari haqida umuman yozma dalil yo'q, ya'ni isboti yo'q.